Hayit dasturxoni uchun ekler tortini birgalikda tayyorlaymiz. Yurechan bosib qo'ying. Ishimizni haqiqiy Mojito Fresh at Achakova bilan salqinlanib olishdan boshlaymiz. Qozonchamizni birinchi tegini baland olovda sut, sariyog', suv solib qaynatib olamiz. Keyin pasaytirib 125 gram un solamiz. Unimiz shu holatga kelgandan keyin 10 minut sovishini kutib, bitta-bittadan tuxum chaqib, mikserni eng katta skorsitida mikser qilib olasiz. Qizlarjonlar, ahamiyat beringlar, massamizni o'ti suyuq emas, o'ti quyuq emas bo'lishi kerak. Menga shunaqa dumaloq qolib kerak bo'ladi. Men massamni 3 ga bo'lib, 80 gradusda 35 minutdan har bitta sloyini pishirib oldim. Umumiy hisobda 3 ta sloy bo'ldi. Kremi uchun qaymoq, tvorog, saxarni pudra quyilguncha mikser qilamiz. Video tagida to'liq proporsiyani yozib qo'yaman, bittada o'xshab chiqadi. Xuddi videoda ko'rsatilgandek terishni boshlaymiz. Tortim yana ham mazaliroq bo'lish uchun klubnika, banan, malina bilan to'ldirdim. Eslatib o'taman. To'liq yozma retseptini video tagida opisaniyada yozib qo'yganman. Bittada o'xshab chiqadi. Pishirganingizda shunaqa ham oson tort bo'ladimi deb orasizlar. Yurechan bosib yaqinlaringizga videoni jo'natib qo'ying. Bilasizku, ko'nglim ko'tariladi. Bu men uchun o'zgacha motivatsiya. Haqiqiy Mojito Fresh at Achakova bilan bo'lsa, yana ham mazaliroq. Kommentariyada eng yaxshi ko'rgan tamingizni yozib qoldiring. Hammalarga tavsiya qilib qolaman.